Assalomu alaykum hurmatli ham Sarkop Ufo'dagilar. Bizlar bloger emasmiz, boshqa emasmiz. Mana jo'ramiz og'rigan ekan, shunga video etib gruppalarga yuborajaqmiz. Sababi bu jo'ram 24-sent mana shu 24-martda Urganchga borib ko'ringan ekan. Qo'li shishib netib yurdi. Ko'rinsa Urganchda doktorlar aytibdi, srochniy operatsiya etmasa bo'lmaydi, davolab bo'lmaydi, davo etib bo'lmaydi operatsiyasiz degan. Yuragining klapanlari kengayib ketgan dedi. Shuni eng oxirgi esine kelganda o'sha operatsiya etmasa 80 millionday mablag' chiqadi dedi. Shunga sizlardan iltimos so'rashga sinfdosh jo'ramiz Eshembetov Mansurbek. Mana qog'ozlari Urganchga borib tushirilgan qog'ozlari. Eng pastida yog'i yuragining kengayib ketgan yerlari ko'rinib turibdi. Iltimos sizlardan shuni yordam etaversangizlar. Qo'lingizdan kelgancha, kim imkoniyati yetgancha 1000 so'mdan beraman, 100 so'mdan beraman. Mana shu Mansurbekning nomida turgan kartasi. Majbur emas, ko'ngildan chiqqan. Ko'ngilingizdan chiqqan. Telefon nomering nima? Telefon nomeri 88 007 82 84. Karta raqami 56 14 68 12 03 25 29 07. Eshembetov Mansur Bekberganovich deb chiqadi. Allohdan qaytsin.